Orol videosini keyingi qismda olamiz. 3-qismini bilmadim. Hop, like, obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hop. Bunda boshladik. O'tgan qismda men 16 daraxtdan uy qurishni o'rgataman degandim. Mini uy bo'ladi o'zi ham. O'ta kichkina uy, lekin ko'pgina narsa sig'adigan qilaman. O'ta kichkina uy lekin u. O'ta tejamkorlik bilan qurilgan. Ichida pechkalari bor. Plus yetarlicha-da. Birinchilik bizga bitta bu kerak. Ikkita pechka. Bittasi qani? Ha, mana bu yerda ekan bittasi. Hop, bitta verstak. Bir 16 ta buncha 6 ta bo'ldi. 10 ta kerak. O'ta tejamkorlik bilan qurilgan uy bu. Boru. Shu bilan Guinness rekordiga kirmoqchimsan deb yo'q. Mendan kichkinaroq qurganlar bor. Bundan ham kichkinaroq qurganlar bor, lekin uni pastga qazib turib qurganda. Atigi 2 blokli qurmoqchiman. 2 ga 2 blok. Va kichkina bu. Mana bunday qilib. Buni ham bunday qilib olamiz. Chiroyi va qiziq yo bizga chiroy qilma emas, bile tugmaga nimaga bunda tugma qo'ydim. O'zi blok yetmay qoldi joyda. Blok yetmayotgan joyda. 4 blok qilishimiz kerak 2 ga 2 bo'lish uchun. 4 blok. Mana. Hop, ana endi bu yerga qo'yib chiqamiz. O'tgan safar 2 dona jonim qolgan ekan. O'sha bilan yuribman hali bo'lsa. 22 dan bunday qilib. Hop, bu yerga ham bitta qo'yamiz. Bu yerga. Hop. Ana endi bu yerga qo'yamiz-da. Endi o'zim uchun manda-yu verstan yoniga ketdim. Hop, bu yerga bitta verstak. Bitta bu yerga pechka, bitta bu yerga pechka. Bitta mana bu yerga sandiq yasaymiz hozirdan. Bitta bundan. 3 ta eshikda mana. Bu yerga bunday qo'yamiz. Ana endi tom yopish uchun mana bunday blokda ishlatamiz. Bu qanaqa blok edi? Mana bilasizlar. Sandstone. Mashina yomon bodoga. Qaydadir yo'q. Mana. Mashinamiz. Bundan yana bitta kerak. Mana bu olsak, buni o'rniga qum qo'yib qo'yamiz. Sandni o'zi. Ho'sh. Mana. Tayyor. Mas. Hapsi tayyor mas. Nimaga ham? Mana shu 4 ta narsani yasaganimda edi. 6 ta birisi bunda ham yetmasdi. Ham qizig'i. Mana bu bilan. Xo'sh, mana buni o'rniga 2 stak bilan mana endi to'g'rilab qo'yay. Plus uy qurib bo'ldi. O'ta mini uy bo'ldi o'zi ham. Bu uyda yashash uchun deyarli joy yo'q. Prosta ichiga uxlab chiqish uchun xolos. Ichida turib og'dan boqqa borib kelish uchun emas. O'zini ichiga ham o'ta kam narsalar sig'adi. Hop, mana elarni to'ldirib chiqamiz. Ancha qism ketdi mana shu portlaganiga. 2 dona qism bo'lgan bo'lsa bo'ldi. To'g'rilab chiqishimiz kerak. To'xtab turinglar. Mana ekib qo'yay.
Mana bu yerga bitta. Mana bu yerga bitta. Hop, ana endi mana ana olinmadimi? Ha, mana bu yerga bitta. Bu yerga bitta. Va bu yerga bitta. Va bunisini mana bu yerga. Minday. To'rttasam ketdi. Endi buni chopamiz. Tas qilib chopamiz. Do'stni chopganday chopamiz. Hasham, daraham. Mod qo'shib o'ynash kerak. Kayf qilib mod qo'shilmasa bu bo'lmaydi. Shunday kichkinagina ko'rganman. Eshigi har doim ochiq turishi kerak bu o'yinni. Yopib qo'ysa вообще. Hatto kirishim ham qiyin bo'lib ketdi o'shaga. Unga ko'ra mana bu tepadagisini buzishimiz kerak. Bu yerga qo'yib turib endi. Yana bittasini bunday buzakamiz va bitta sandiq yasamizda bu yerdan bunday ochilibdi. Endi keraksiz narsalarni qilib qo'yamiz. Ichim to'lib ketgan deyarli. Voy xudoyim, bu butun sayyora va 4 ta blok deydi-yu. Artefakt. Esimdan chiqib ketibdi o'sha. Hamma narsalarni qo'yaman, короче. Hop, bu yerga keraksiz narsalarni, hamma narsani qo'yib turib, keraklilarini olib olsam. Hop, ana endi. Hop, bunday qilib, buni ham bunday qilib olakanmiz. Hop, menga bu. Va undan tashqari kerak bizga ozgina daraxt, ozgina blok. Hop, ana endi cho'p ozgina. Hop, ana endi. Oy, ana endi. Nima qilamiz? Nima kerak bizga endi? Bo'ldi, tugadi. A few moments later. Video hashna qildi. Hop, ana endi. Xo'sh, ana endi nima qilsak bo'ladi ana endi? Nima qilamiz? To'g'rimi? Tushib ketamiz mana bu yerga. Mana bu yerda ham chiqib qolgandi. Mana bunda bosib qo'yish esdan chiqibdi-da. Oddiygina mana shunaqa qilsak bo'lasizda. Nima shu? Mana bu yerga kovla. Chonga deydi. Chaqa. Mana shu to'g'ri oddiygina bunda bosib qo'ysa bo'ldi-da mana. Nima muammo? To'g'rimi? Muammo shu-da muammo. Hop, mana bunday chiqamiz. 2 blok mana yoqqa yuramiz. Hop, to'xtab turinglar. Bunday chiqib olsam, mana endi bu yerda qaziymiz, yana bitta qaziymiz. Undan keyin xo'sh, mana bu yerga endi bu yerga qayda so'q hozir. Hop, daraxtni olib turib bunday chopimsa suvga telefon nima suvda urdi. Mayli. Bu yerga bunday qilib qaziymiz. Chonga deydi bular. Mana bu tarafdan bunday qilib qazib ketsam bo'lmaydimi? Sen qizig'i qiynalib o'tirmasdan. To'g'risi, ha? To'g'rimi? Mana shunaqa qilsa bo'ladi. Ana endi o'zimga kerakli torch, ya'ni shag'am. Ya'ni nima desa bo'ladi buni? Sham desa bo'ladi. Shamni bu yerga endi xo'sh. Qaziymiz. Timur!
Temir. Birinchi temirlarimiz. Temir. Temirga kuchayaman. Cheaterlik yo'li bilan ozgina temir topib hazillashdim. Cheater qilmayman. Hop. Ana endi nima qilamiz? Nima qilarsiz? Qaziymiz. Zo'rroq qazishimiz kerak. Qaziymiz. Qaziymiz oddiygina. Ozgina temir bilan hech narsa bo'lib qolmaydi. Bir stak temir kerak menga. Bo'ldi. To'xtadim, mana shu joyda. Bugungi videomiz aynan shu joyda tugaydi. Like, obuna bosib qo'yinglar. Keyingi qismda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishgun